Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Mening ismim Bilol. Bu voqea taksi haydovchisi bo'lib ishlayotganimda sodir bo'lgan. O'shandan beri mashinani boshqara olmayman. Hali ham eslaydigan o'sha kechada oy nuri g'alati, ko'm-ko'k va juda ham tashqari sovuq edi. Taxminan soat 2 da charchagan edim. Uyga qaytmoqchi edim. Shu payt orqa eshik ochildi. Qizil shlyapa va kostyumli odam kirdi. Atrofda hech kim yo'q edi. Bu odamning to'satdan paydo bo'lishi meni cho'chitib yubordi. Yuragimni ushladim. U qizil quyosh ko'zoynak taqqan edi. Qorong'ulikda ko'ringan yuzi ozg'in, yonoq suyaklari bo'rtib chiqqan edi. Undan qayerga borishini so'radim. U g'alati javob berdi. Siz juda yomon ko'radigan joyga boramiz. Ovozi havoni teshib chiqayotgandek edi. G'alati odam deb o'yladim, lekin xotirjam gapirmoqchi bo'ldim. Janob, iltimos manzilingizni aniqroq ayting, tez olib boraman. Tezroq uyga borib, xotinimni yana 1 daqiqa ko'rishim kerak. Voy, siz juda romantik ekansiz. Sizni ayolingiz tanlab to'g'ri qaror qabul qilgan ekan. U juda ham jirkanch kulardi. Men uni jinni deb o'yladim. Uni haydamoqchi edim, lekin u 10 mil narida qabriston borligini aytdi. U yerga boraylik dedi. Asabiylashdim, lekin uni tezroq tashlab uyga ketishimni o'yladim. Mashinani yurgizib yubordim. Xavotirlanib, kayfiyatni ko'tarmoqchi bo'lib, unga murojaat qildim. Janob, nima ish qilasiz? Men yetkazib beruvchiman. Uning ovozi juda ham dahshatli edi. Rostdanmi, nimani yetkazib berasiz? Juda qiziq narsani yetkazyapman. Hozir yetkazib beraman. Shunaqami? U yo'lda. Hozir yetkazyapsizmi? Lekin qo'lingizda hech narsa yo'q-ku. U qattiq kuldi, og'zidan chang uchdi. Hayratda qoldim. Og'zidagi barcha ko'ringan tishlari chirigan edi. Mulklari yo'q edi. Tili chirigan, jirkanch, quruq xuddi mumiyodek edi. Bir lahza ko'zim aldayaptimi deb o'yladim. Lekin keyin oldinda qabristonni ko'rdim. U tushunarsiz bir narsa dedi. Vaqt keldi. Xayr. U notanish qo'shiqni xirgoyi qilib, yengilarini shimardi. Chirigan quruq qo'llari ko'rindi. Birdan u menga yaqinlashib, qo'lini og'zimga tiqdi. Qo'rqib ketib, uni to'xtatmoqchi bo'ldim. Mashina silkindi. Birdan uning qo'li tomog'imdan pastga tushdi. Keyin u yuragimni ushlaganini his qildim. Juda qattiq og'riq tuydim. Qichqirib rulni burdim va tormoz bosdim. Shu payt u quloqimga nimadir pichirladi. Shu on g'ildiraklar g'ijirlashi eshitildi. Mashina borib to'g'ri bir qabrga urildi. Men odamlarni narigi dunyoga olib ketaman. Shu payt hamma yoq qorong'u bo'ldi. Ko'zimni ochsam, kasalxona kvartirasida yotibman. Xotinim yonimda, yig'lab o'tirardi. U meni ko'rib, "Yaxshimisan?" dedi. Shifokor aytdiki, yurak xurujidan o'lay deganingizni aytdi, lekin omon qoldingiz dedi. Hayratda qoldim. To'satdan haligi odamni eslab so'radim. Orqamdagi odamga nima bo'ldi? U menga biroz ajablanib qaradi. Qanaqa odam dedi. Siz yolg'iz edingiz. Miyangiz ham shikastlanganmi? Doktor, u ho'ngrab yig'lay boshladi. Qizil kiyimli odam. Qanchalik baqirmayin, u faqat yig'lardi. Hayratda qoldim. Qutqaruvchilar ham mashinamda yolg'iz ekanligimni tasdiqlashdi. Orqa o'rindiq yo'lovchisi bilan suhbatim mashinaning kamerada bo'lishi mumkin deb o'yladim. Shuning uchun xotinimdan mashina kamerasini olishni so'radim. Videoni ko'rganimizda ishona olmay qoldik. Erkak ovozi eshitilmadi. Faqat havo chiqishi tovushi bor edi xolos. Xotinim hayron bo'lib, havo chiqish tovushi nimaligini so'radi. Boshqalarga ko'rsatganimda ham hech kim bu tovushni tushunmadi. Faqat men uning ovozini taniy oldim. Vahimaga tushdim. Bu odam kim edi o'zi?
Oy nurida yaltiragan qizil shlyapasi vahimali ovozini aniq eslayman. Ular juda aniq edi, lekin qulog'imga so'nggi aytganini eslay olmadim. Aniq buni eshitib hushimdan ketganman, ammo qanchalik urinmayin eslay olmadim. Keyin ertasi kuni tong pallasida butun tanamni birdan vahimali titroq bosdi. Tanam shunchalik qattiq titradiki, hatto karavot ham silkinardi. Sababi u pichirlagan so'zlarni aytganini esladim. U shlyapali kishi menga shunday degan edi. Ha, aniq esladim. U menga shunday degan edi. Dahshatli so'zlar. Men odamlarni narigi dunyoga olib ketaman. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar